ko'ryapman. Assalomu alaykum hammaga. Obunachilar yaxshimisizlar? Ya xolangni sizga Xabi Alonso. Tirigimi bu? Ya. Taraga. Xolangni nomiga Xabi Alonsoni Real Madridning trenerini so'kirib ishdan ketkizib yubordi. Yiban. Endi arbi yo'lini so'kib hayda yuboraman anangizga itda. Nima gap, tinchmi? Sog'liging zo'rmi? Tinchmisan jigar? Ishlaring joyidami? Sen ham tirigimi? Bo'layaptimi sekin? Tiraga ekanmiz, yuribmiz. Mana efillaringga qo'shildi-yu, bolasini bo'lsa 1 soat bo'ldi kelganimga. 1 soatdan beri bo'lib o'tiribsan. Men seni ko'rmabman bile. Original akkauntingmi shu? Da, shu original akkaunt. TikTokga kirsang bo'lmaydimi? Qo'taq bor mana Mustor restoranga kirib olib, jalab. Dumurov bilan qora sumur. Prosta Instagram ko'tarib yubordi-da, shuncham baqa nima qildim-da. Buni taniganlar bormi? Kim bu? Podpiska vasiylar menga bir mingta qilib olay. Taniganlar bormi? Ko'rganmisizlar bo'ladi. Bu bilmasanglar bilib qo'yinglar. Ko'rmadim, Makka bezotni. Bu jannatga kirmayotgan birinchi nogiron bu. Xuyet qilyaptim bu talablar o'zicha o'zi kiramikan degan savol tug'iladi talabiyapti gaplari. Qo'tag'imga kiramikan debdim. Qo'tag'imga arda gullarni so'kdingmi? Arda gullar onangizga telefonimni sindirdi-da. Voy jalab, sen bilan realda haqiqatan fanatda nima bo'ladi? Telba TikTokda yozib olgansanmi? Telba degan anonim borku, formam bor, ertaga anonga ketyapman millionga tushaman konsertga, xudo xohlasa. O'jala millionda tushasanmi yo millionda chiqasanmi? Seni olib chiqsam. Millionga tushaman, konsert anaqa biletlari shunday tekin bittasi beryapti. Shunda tushib tomosha qilib turamiz Bavariya bilan. Malades. Do'stlar, mana shu yirtiqqa hamma bitta-bittadan follow bo'lsin. Bashinga bitta-bittadan hamma follow bo'lsin. TikTokga kir. Xolang nomiga sikay, sen TikTokga kerakli odamsan sen. Sen haromini gaplaring qiziq. TikTokga kerakli odamsan. Hamma bitta-bittadan follow bosib qo'yinglar senga. Podpiskini seni oldi qarab bitta qilib. Nimasini? Tursik qoradimi, tursik? Nima tursik? Qoradimi? Hozir ko'raman. Tursik. Qoradimi, tursik? Dalbe Barsani muxlisida bu. Men ammang nomiga sizga kuchli tomonda muxlis emas. Sikkadi Barselona. Yoradi. Real Real Madridning xor bo'ldi-ku bilajala. Ko'ramiz ertaga yana tushadi. Senlar Atleticodan o'tolmaydi. Ishlaydi Barselona chempion bo'ladi. Mana shu yil tomosha qilasan. Ko'ramiz. Mashil chempion. Qara. Eshit. Arsenal Barselona tushadi yarim finalda. PSG bilan Bavariya tushadi. Realing onasi olmay kirib ketadi. Tomosha qilasan. Arsenal bilan Barselona o'ynaydi. Barselona uradi Arsenalni. Finalda PSG bilan Barselona chiqadi PSG bilan. Reallaring Misr. Javob Real Misr. Bu yil Real bo'lmaydi. Ko'raman. O'q chiqyapti. Hamma bitta-bittadan menga podpiska bosib qo'yilmas burunduqqa. Menga qara. Eshitibsanmi? Sen Yiban Instagramga qo'yayotgan videolaringni TikTokga ham bos. Bitta auditoriya qilib olib, sen bilan oldin podpischalaring 300 ming, 400 ming, 500 ming qanday qo'toq bor. Mana onasiga qurimsoqlar joyda. Instagramda jalab soqqa yo'q, dinnax Instagramga. Mana bu yerda ijod. Soqqa yo'q, to'g'ri. Instagram soqqa yo'q, to'g'ri. Nima bitta tomoni plyus ekan, prosmotr zo'r bo'lib ketadi, keyin reklama tushadi, tushmasa yo'q. Mana
O oyiga misol uchun hech qancha pulim topmadik-da. Instagramda reklamaga qarab bo'lar ekan. U deb Qancha misol taxminan hozir Instagramda pikdasan, Instagramda mashhursan. Bilaman, Instagramda Instagramda trendda bo'lgani bilan yo'q. Instagramda trendda bo'lgani bilan reklama kam. Misol uchun reklama kam. Qancha pul topasan bir oyda? Qancha pul topding shuni ayt. Bir oyda unaqa ko'p topmadim mana. Seriyosni gap topsam bir oyda 5 millionmi shuni topdim. 2,5 million sherikniki, 2,5 million o'zimniki shunaqada. Instagramda o'rtog'im ochgan. Chunki 50 kellik.